Jigarlar, assalomu alaykum. Farg'ona shahar asli uy-joy savdodan gapiramiz va ko'rsatamiz. Biznesmen akalar, opalar, ukalar, hoji tog'alar, oligar opalarimizga katta yo'lda bo'yidan do'stlar, chiroyli biznesga ajoyib joy topib qo'ydim do'stlar. Bu joyimiz Farg'ona shahar Kirgili Pelikan sentrda bo'ldi do'stlar. Orqamda turgan joy bir sotixli joy, 10 ga 10 do'stlar, 3 qavatga mo'ljallangan. Shu joyda sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Endi qarang, joyimiz haqida ma'lumotini bersam. Birinchi qavatda do'stlar magazin uchun qilingan noturar bino. Ikkinchi qavati do'stlar turar joy. Uchinchi qavati mansarda, u ham turar joy. Hujjatlari joyida. Bu hududda kommunikatsiya tizimidan umuman muammo yo'q. O'z biznesingizni chiroyli qilib boshlashingiz mumkin. Katta yo'lda bo'yidan joy yoqtirayotgan katta bolalarga ushbu joyda taklif qilaman. Joyimizning narxi qancha deysizmi? Arzimagan pul. 20 ming dollar baho so'ralyapti. O'tib beradigan joy bor. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, joy egalaridan ushbu joyda bitta qo'ldan xarid qilishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha obzor qilib ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda. Mana ichkari tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Juda ham chiroyli, pishiq holatda betonlarda quyib qo'yishgan. Aytib o'tgandek, birinchi qavat magazin, ofis uchun qilingan joy. Ikkinchi qavat turar joy, uchinchi qavat mansarda uyni ham turar joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa do'stlar, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, joy egalaridan bitta qo'ldan ushbu joyda xarid qilishlaringiz mumkin. Joyimizning narxi qancha sergap arziydigan insonlarga 24 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joy bor. Manzili Farg'ona shahar Kirgili, shundoqqina Pelikan sentrda bo'ldi do'stlar. Katta yo'lda bo'yidan joy yoqtirayotgan do'stlarga ushbu videoni shundoqqina jo'natib do'stlar, yuborib qo'ysalaring juda ham xursand bo'lardik. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda. Doimgidek Farg'ona shahridan o'sha yengil sergap azbi bo'ldim. Xatolari, nuqsonlari bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Shunaqangi joy yoqtirgan do'stlarga shundoqqina jo'natib qo'ysizlar. Keyingi videogacha xayr.